Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Xudo xolasa yana bir klientimizning zakozi tayyor bo'ldi. Xo'p, bir yana obzor etadigan bo'lsak, stoli endi stoldan qo'yildi. Suv chidamli bilasizlar. Yana chiralasidan qo'yilgan ustida klonkasi bor, shuna bo'laman debdi. Xo'p, tortmalarga kelgan bo'lsak, tortmalarni yana tandem mexanizmdan qo'yildi. Xudo xolasa zo'rimdan. Bu yerda yana moykasi bo'ladi, pasta moykasi o'rni ber. Xudo xolasa uynab olib qo'yiladi. Bu yerda yana netib qo'yib berdik eshigini. Xudo xolasa. Xo'p, bu yerda yana sushurkasi bo'ladi. Ko'rsangiz mumkin. Shunday. Tepa qismi 80 sm chiqib ishlandi. Quloqlar har doimgidek yaxshi quloqlardan qo'yildi. Xudo xolasa bu yerda mikrovalniy pechka bir dona, ikki dona mestasi bo'ladi bu yerda. Xo'p, kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol Bog'ot Gold mebel zakaz berasizlar. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha tayyorlab beramiz. Fasad qismi akreldan ishlandi.